Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va chorva ishqibozlar. Sariq va arashna ishqibozlar. Akalar, mana bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimizning xonadonimizda turibmiz. Hop, bugunga bir dona sariq kashtan qo'zimiz bor. Shuni chiroyli video syomka qilib beramiz. Hafta kuniga akalar, bugun dushanba 19-may. Hop, mana shu qo'chqorimiz qo'zi. Qirrajun junlari, kashtan, toza yiltir. Ratta begona jun aralashmagan. Hop, mana dumbalari. Mana qo'chqorning holati. Dumbasi. Hop. Qo'chqorimizning holati go'zal. O'ta chiroyli. Mana basharalarini ham ko'rib ko'rasizlar. Mana bo'yini o'lchab ko'rsatamiz. Hali qo'zi, tish buzmagan qo'zi. Mana tishini bitta ko'rsataylikchi. Hali o qo'zi. 7-8 oylik qo'zi. Hop. Mana metr. Qo'ydi jichcha surgun. Oyog'i to'g'ri tursin. Ana endi ushlab turgun. Mana metr akalar. Mana yerdan ko'rib olasizlar o'zlarim. 75 plus. 75 plus. Uzunligini ham o'lchab qo'yamiz. Qimlatma ushlab tur. Mayl. Uzunligi 80 ko'rdilar. Akalar, mana qo'zining holatini ko'rib turibsizlar. Bo'yi 75 plyusga 75 ga olaverasizlar. Uzunligi 80. Qo'zi 7 oylik, 8 oylik, hali ancha qo'zi. Qo'ydi quloqlari butun. Mana garbanoslar. Oyoqlarini ko'ringlar. Qo'y dalani vaji. Kecha keldi. Yurgizchi aka, tortib ko'rsataylikchi. Arg'amchiga tushmagan, chorsroq. Hop. Bu qo'zimizni Samarqandgacha dastlabki qilib beramiz. Hop, akalar. Qo'y qo'shaman desalaring, katta qilib boqib, zotga qo'ylarni, bolalarni olib yursa bo'laveradi mana bu qo'ydan. Yaxshi sog'liq bo'lsa, boqib katta qilib qo'shsa bo'laveradi. Hop, buni Samarqandgacha dastlabki qilib beramiz. Hop, narxini 5 million hayri bor. Bu 5,5 million, 6 million demaylik. Dollarda qo'ymaymiz. Dollarda qo'yganmiz, ko'rgansizlar o'zlaring kattarog'ini, qo'zisini qo'yganmiz. Tishi endi buzganini. 1,5 ming dollar qo'yilgan tishi buzganini. Hop, qo'yni hamma yo'g'i javob. Yeb ichishlari hamma yo'g'i zo'r konkret. Qo'yni o'lchab olasizlar xotirjam borganda 75 plyusga, uzunligi 80, qo'zini hamma yo'g'i zo'r kelgan. Ko'rdilaring. Pastga nomer qo'yaman, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Qo'chqorga bir baho berasizlar.